Luqmoni Hakimdan 10 ta qalbingizni yumshatadigan hikmatli so'zlar. Ey farzand, qalbingni gunoh bilan qoraytirma. Qorong'u qalb haqiqatni ko'ra olmaydi. Sabr qilgan yutadi, shoshilgan esa pushaymon bo'ladi. So'zingni o'lchab ayt, chunki til ko'p yurakni sindirgan. Halol bo'l, chunki halollik oz bo'lsa ham baraka keltiradi. Ota-onangni xafa qilma, ularning duosi osmonni ochadi. Kibrni tark et, kibrli qalbga hikmat kirmaydi. Bugun qilgan amaling ertangi taqdiringdir. Uni yengil ko'rma. Allohni unutma. Qalb tinchlikni topmaydi. Boylik bilan emas, zikr bilan xotirjam bo'l. Odamlarni kamsitma. Balki Alloh seni ulardan ustun ko'rmas. Yaxshilikni yashirin qil. Chunki yashirin savob eng ulug' savobdir.